Azizlar, assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa bugungi proyektimiz вообще ajoyib. Hozir showroom kvartirasidamiz. Bu proyektimizni Istanbulning markazi, ko'pchilik orzu qilgan bir markaz joylardan biri Nishantashi damiz hozir. Xudo xolasa asta-sekin kvartirani ko'rsatib boraman sizlarga azizlar. Keling, mana zalimiz. Bu yerimiz общий площадкasi 411 metr kvadrat. Вообще ajoyib proje. O'zinglar video davomida ko'rib borib ma'qul berasizlar. Azizlar, Istanbulda bunaqa nima deydi, qonunlar, bunaqa markaz joylarda bunaqa kvartira topa olmaysizlar. Men javob beraman. Har bir kvartirasida почти basseyn mavjud. Ko'rib turganingizdek. Balkonni ko'rib turibsizlar. Balkonning o'zi kvadrat metri 100 metr kvadrat. Zеленый zona 60 ming metr kvadrat zеленый zonasi bor. Вообще ajoyib. Bu yerga masalan chiqib dam olib, mangal sharoitlar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Devorlari azizlar yog'ochdan konkretniy ish qilishgan. Ajoyib. Oshxonamiz. Mebellar qoladi azizlar. Boshqa kvartiralarda faqatgina xolodilnik bo'lmaydi. Remontini gaplashasizlar. Bu kvartiramizda mana shunaqa xolodilnik topshiriladi hadya olarak. Shu turish topshiriladi ko'pincha. Hamma narsasini. Sanuzil. Bolalar yotoqxonasi. Hamma xonalarda havo tozalagich sistemasi bor. Yerdan isitish, o'zinglar kontrol o'zinglarda bo'ladi. Общий emas, ya'ni ishchi olsang ertaga ishchi uchun xona ham o'tib turadigan, kirlarni yuvadigan xona. Yana bitta desk xonamiz. Azizlar, mehmonxona yoki kattaroq farzandinglar bo'lsa, mana shu xonada joylashib, ajoyib bo'lib kunini o'tirsa bo'ladi. Sanuzil shaxsiy o'zini hamma xonalarda garderob bor. Hamma xonadan balkonga chiqish bor. Tarafimizdan 5 tash va markaz joyda. To'g'risini aytaman, mana shu ko'plarning o'zini bu yerdan puliga uy topolmaydigan tanishlarim. Ya'ni bu yerdan uy olgan odam uyni sotgisi kelmaydi. Juda ajoyib joy. Asosiy yotoqxonamiz ko'rib turganingizdek keng, dizayn вообще ajoyib. Sanuzili, o'zining shaxsiy garderobi. Вообще maza qilib yashaydigan joyimizlar. Qo'ldan kelgancha video qilyapmiz, azizlar. Bu uyni u video bilan ko'rib yoki boshqa qilib tushuntirib bo'lmaydi. Kimga qiziq bo'lsa, podrobni bizlar bilan aloqaga chiqsanglar, narxi bo'yicha, boshqa narsalar bo'yicha tushuntirib o'tamiz. Niyat qilganlarga nasib qilsin.